bitta bering, xola. Ha, o'zim Zo'r ekan. pishiraman. O'zim pishiraman. So'qolinglar pazanda bo'ladi. Somsalarga nechta? Bittami? Qanaqa tayyorlanadi? Buni shu xamir qoramiz. Keyin qorgandan keyin o'chiramiz-da. Oddiy xamir bu. Keyin duvalarni bunday olamiz-da. Keyin tingandan keyin nonga o'xshab yasam, o'qloq bilan yoyamiz. Qiyin emasmi bitta o'zingizga? Qiyin emas. Oyga o'xshab, keyin bunda buklatib, oyga o'xshab aniq chiqadi. Zo'r. Shirin ekanmi? Zo'r. Rahmat, kattakon. Menga Oyjon o'rgatgan. Oyjon, qaynanam. O'gay o'zi ham tilla yalaydi. O'tib qolgan qadar. O'zim yaqinda Qashqadaryodan kelin oldim. Siz ham o'rgatdingizmi ularga? Ha, yong'oqli nonlar ham qilyapti. Ertaga qilamiz endi buni. Bugun somsani o'zini qildik. Yong'oqlarni nima bilan so'qolilar noni katta bo'ladi. Ko'rganmisizlar? Yo'q. Ali girdim pandi bo'ladi, qanso o'shandog'am bo'ladi. Qizlarni ayttirsa o'shanaqa non qiladi, katta non. Zo'r. Xola, rahmat. Iftorlarda, anaqa to'ylarda somsa tarqatadi mana shunaqa. Zo'r odatinglar bor ekan. Rahmat kattakon. Bo'pti. Sog' bo'ling.